Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz Dünya Uyghur Kurultayı Uyghur Avazı söhbət programımıza hoş geldinler. Ben program riyasetçisi Baxtiyar Ömer Bulma. Aziz görürmenlerimizniki söhbətni görüş jarayonida kanalımızga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonimiz Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan Kolumbiya universitetida 1999 yildan buyon tibbiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan doktor Mehmet Emin Efendi bo'ldi. Söhbətimizə xoş gəldiniz, hörmətli Mehmet Emin Efendi. Ekran aldıdaki barlıq qarindaşlarga salam. Hammalarniki xəbəri var. Biz Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyası söhbət proqramımızı şu ruhi sağlamlıq doğrusunda qararlıq proqramı elib baramızda bu qatımqısı ikinci qatımlıq buldu. Bugün ruhi sağlam doktor Mehmet Emin Efendi ruhi sağlamlıq ve onun dava göstərən təsir doğrusunda bir leksiya tayyorlab keldi. Hamda leksiya bo'lganligi uchun biz to'liq savol so'rab suhbat shaklida qilsak leksiyaniki temasi qochib ketadi ekan. Shuningga bugun Mehmet Emin Efendi o'zi oldiga shu leksiyani so'zlab bo'lgandan keyin yoki oraliqda muhim temalar uchrab qolsa savol so'raymiz. Bo'lmasa hurmatli Mehmet Emin Efendiga Mehmet Emin Efendining so'z bu leksiyani so'zlab berishga taklif qilamiz. Qani marhamat hurmatli Mehmet Emin aka. Rahmat Dünya Uyghur Kurultayı televizyonidagi bu fursatni menga berganligiga ko'p rahmat. Hammamizning xabari bor. Shu lager boshlangandan keyin vatan sirtidagi xalqimizniki vatan ichidagi urug' tuqqanlar va do'st birodarlari bilan aloqasining butunlay uzilib qilishi va vatandan kelayotgan fojiali xabarlar hammamizniki ro'yiga izchil ta'sir ko'rsatib va ko'pinchalarimizniki psixikasniki buzildigan ahvollarni keltirib chiqarganini hammamiz ko'ryapmiz. Hamda bu yerda ro'y sog'lomlik degan vaqtida ro'y sog'lomlik yolg'iz bizningki shu jismoniy sog'lomligimiz bilan qo'shilib universal sog'lomlikninki bir qismi bo'lib qolmasdan u bizningki tafakkurimizga ig'ir ta'sir ko'rsatadigan bir alaylikka ega, ya'ni ro'y sog'lomlik bizningki sog'lom tafakkur qilishimizningki asosidir. Sog'lom tafakkur qilish bizningki shu o'y fikrimiz, so'z harakatlarimizningki sog'lom bo'lishiniki asosidir. Hamda ro'y jihatda sog'lom bo'lmagan vaqtimizda oldi bilan bizningki tafakkurimizga ta'sir yetadigan gap, tafakkurimiz sog'lom bo'lmagan vaqtida bizningki o'y fikr va ish harakatlarimiz to'g'ri bo'lmaydigan gap. Natijada bizningki ishlarimiz har xil to'salg'u va buzg'unchilikqa uchrab da'vo sog'lom taraqqiy qilmasligi mumkin. Shunlashqa bu yerda ro'y sog'lomlik degan vaqtida yolg'iz bizningki bu shaxsiy, ya'ni sog'lomligimiz bilan zich munosabat bo'lib qolmasdan, balki ro'y sog'lomlik bizning tafakkurimizga bevosita ta'sir ko'rsatganligi uchun bizningki ijtimoiy munosabat va da'voga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omil. Hamda bu yerda ro'y sog'lomlik degan vaqtida buningki doirasi nihoyatda keng. Hamda bu ro'y sog'lomlikninki muhimligini yolg'iz biz emas, butun dunyo biliglik bo'libmi bak taraqqiy qilgan shu farovonlik, ijtimoiy farovonligi yaxshi bo'lgan davlatlarda psixika doktorlari nihoyatda umumlashgan bo'lib, kishilar yolg'iz psixikasining masala chiqqan vaqtida yoki ro'y kasalga giribtor bo'lgan vaqtida anandan keyin doktor izlaydigan ish emas, balki shu turmushida har xil qiyinchiliklar yo'liqqan vaqtida turmushdagi ba'zi ixtilof va ziddiyatlarni hal qilolmagan vaqtida psixika doktorga ko'rinib ularniki yo'l yo'riq berishiga erishidi. Bizda
bu psixika doktorga ko'rinishga nisbatan ba'zi to'g'ri bo'lmagan qarashlar bo'lganligi uchun biz psixika doktori ko'rishni faqatla ro'y jihatda masala chiqqan vaqtida anandan keyin boradigan ko'rinadigan doktor deb qarag'achqa biz normalda psixika doktorga ko'rinishga uncha odatlanmagan. Shu sababdan bizda masala ko'rilgan vaqtida yengil vaqtida sal qaraymiz, uni vaqtida kontrol qilmaymiz yoki oldini olmaymiz. Anandan keyin ig'irlashib ketgan vaqtida o'zimiz uni farq etamiz. Ya'ni o'zimizningki nima da'vatqanligimizni, qanday ishlarni qilayotganligimizni o'zimiz farq etmasligimiz mumkin. Ama bu yerda men shu hozir Uyg'urlarniki shu jamiyatimizda, Uyg'ur jamiyatida mavjud bo'lgan va ham shundaqla da'voga shu Uyg'ur jamiyatiga ig'ir salbiy ta'sir ko'rsatayotgan bir necha psixikalik masalalarni nuqtaliq o'tirib qo'ymoqchi. Uning birisi tushkunlashish, ikkinchisi gumonxo'rlik, anandan keyin hasadxo'rlik, anandan keyin bu shuhratparastlik, andan keyin o'zini markaz qilish yoki shaxsiyatchilik, eng oxirisida bu ro'yi qulluq. Hamda bu yerda tushkunlik degan vaqtida nima degan vaqtida bu tushkunlik deganimiz shu kelgusiga yoki o'ziningki bütün istiqboliga bir xil ümidsizlik bilan qaraydigan ahvolni ko'rsatadigan bo'lib, albatta bizningki kundalik hayotimizda o'xshamagan darajada ba'zi kayfiyatimiz tuvan bo'ladigan, tushkunlashadigan ahvollar bo'ladi. Lekin bu tushkunlashish kesili yoki tushkunlashish shu degan vaqtida shu bizningki ro'y kayfiyatimizning tuvan bo'lishining izchil davomlashishi. Buningki shu Uyg'ur jamiyatida hozir bo'libmi da'voga munosabatli qismi nima degan vaqtida kishilarimizningki shu mayli yurtda ota-onasi, urug' tuqqanlari ig'ir kunga zulmga qolgan bo'lsa-mu, lekin ularga ovozini chiqarmaslik, ya'ni nima qilgan baka, men nima qilsam baka yoki men bir gap qilsam yurtdagi tuqqanlarimga texmi ig'ir oqibat kelishi mumkin deb o'ziningki kelgusiga bo'lgan umidini yo'qotish. Bu tushkunlashishninki xalqimiz orasida tipik ifodalanishlar bo'lib, bu haqda men burun tekshirish ilib borgan edim. Uning natijasi qaragan vaqtidami bizningki shu tushkunlashishninki naqadar ig'irligini ko'rib olamiz. Hamda tushkunlashishda men yuqorida o'tgandagidek o'ziningki kelgusiga yoki oilasining yoki millatning kelgusiga bo'lgan ishonchning tuvan bo'lishi yoki qilgan ishiningki unum beradiganligiga ishonchning tuvan bo'lishidan boshqa eng muhimi, ya'ni ig'irlashgan vaqtida o'zini o'ltirib olish o'yiga keladigan gap. Mening burun ilib borgan tekshirishimning natijasiga qaragan vaqtida shu tekshirishga qatnashgan qarindoshlarning ichida taxminan 24% odam bir yoki bir necha qatim o'zini o'ltirib olishni o'ylab boqqanligini o'tirg'a qo'ygan. Buningdan bizdagi tushkunlashishniki naqadar tuvanligini, ya'ni ig'irligini, tushkunlash ahvoliniki naqadar ig'irligini, o'zimizga va kelgusimizga bo'lgan ishonchning naqadar tuvanligini ko'rib olishga bo'ldi. Bu tushkunlashish sababidan shu da'voda qila oladigan ishlarimi, mayli namoyish bo'lsin, mayli vatandagi urug' tuqqanlarimiz uchun guvohlik beradigan ishlar bo'lsin, har qanday ishga nisbatan bir xil negativ qarash, ya'ni uningki cho'ng foydasi bo'lmaydi deb qarash kelib chiqqanligi uchun bu bizniki da'voga ig'ir darajada salbiy ta'sir bor deb qarashga bo'ldi. Endi inson tushkunlikka giribtor bo'lgan vaqtida men yuqorida deb o'tgandan boshqa shu
jamoat bilan aralashış, andan keyin jamoat bilan aralashış kam bo'lish, undan keyin jamoatdan o'zini qochirib yolg'iz yashaydigan, ya'ni to'plamga qatnashmaydigan ahvollar mavjud. İkincisi bu gumonxo'rlik masalasi bo'lib, bu gumonxo'rlik kelgan vaqtimizda biz mayli ijtimoiy taratqularda bo'lsin va yoki boshqa aloqa nimalarda bo'lsin, vositalarda bo'lsin, biz o'zaro gumon qilishniki xalqimiz orasida naqadar ig'irligini ko'rib turibmiz. Har qanday bir ish yuz bergan vaqtida uni xoinga, josusga yoki bo'lmasa har xil bo'lmag'ur gaplarni qilib inkor qilish, ya'ni boshqalarga qo'limizda yetarli isbot bo'lmagan ahvol ostida gumon qilish orqali ularni inkor qilish, shu orqali o'zaro ko'ngilga zarar verish yoki bo'lmasa ittifoqlikqa ta'sir yetkazadigan ahvollar hozir bizniki jamiyatimizda nihoyatda ig'ir. Bu shu psixikadagi gumonxo'rlik kasalliniki naqadar umumlashgan, naqadar ig'irlashganligini ko'rib olishga bo'ladi. Bu gumonxo'rlik ig'irlashgan vaqtida yolg'iz o'zimizniki atrofidagi yoki o'zimiz taniydiganlardilla gumonlanib qolmasdan, balki bizniki butun da'vodimi yoki kelgisi shu da'voniki qandaq natija beradiganligidimi hammasidan gumonlanadigan gap. Hamda bu yerda gumonlanish bilan gumonxo'rlik kasalida belgilik farq bor. Gumonlanish, normaldagi gumonlanish degan vaqtida bu bir xil sog'lom gumonlanish, ya'ni o'ziga ishontiroladigan bir xil isbot, yetarli isbot bo'lmagan ahvol ostida gumonlanish. Bu gumonlanish odatda kishilarningki izlanishiga turtki bo'ladi. Bu sog'lom bo'lgan gumonlanish kishilarning izlanishiga, shuningga munosabatlik isbotlarni tepishiga yoki masalani hal qilishga turtki bo'ladigan bo'lsa, bu gumonxo'rlik kasali deganimiz hech qanday sababsiz gumonlanish, anandan keyin buning natijasi hargizmi o'zi gumon qilgan taraflarda izlanish ilib berish emas, balki shu qarisiga gumon qilib, anandan keyin qarshi tarafni inkor qilish, hatto haqoratlash natijasiga, oqibatiga opiradigan bir xil gumon qilish bo'lib, bu normalda psixikalik kasal doirasiga kirdi. Bizning mening bugun da'vatgan gumonxo'rlik odatdagi sog'lom gumon qilish bo'lmasdan, balki bir xil psixikadagi binormallik, ya'ni kasallikdagi gumonxo'rlik, buningki da'voga qanchalik ziyon akilayotganligi tasavvur qilish qiyin, lekin hozir biz ko'rib turayotgandek bu gumonxo'rlik natijasida tashkilotlar orasida o'zaro inkor qilish yoki faoliyat ilib bag'uvchilar orasida ziddiyat paydo qilib, bir-biriga ishonmaslikni keltirib chiqarish shu gumonxo'rlikniki asosliq nimasi deb qarashga, ya'ni gumonxo'rlikdan kelib chiqqan asosliq oqibat deb qarashga bo'ladi. Hamda gumonxo'rlikdan keyin bu yerda keladiganimiz uchinchisi hasadxo'rlik. Hasadxo'rlik bu yolg'iz bir ayrim bir psixika kasallik bo'lmasdan, balki o'ziga ishonmaslik, shu gumon qilish, boshqa turdagi psixikalik masalalarningki shu birlashmasidan kelib chiqadigan bir psixikalik oqibat, ya'ni insonlar gumonxo'rlik bo'lgan vaqtida, o'ziga ishonmagan vaqtida shu boshqalarningki o'ziga suiqasd qilishidan andish qiladigan va boshqalar qilayotgan ishlarni hammasini bir xil hasad qilib, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchning tuban bo'lishi sababidan o'ziniki gumoniga asosan boshqalardan hasad qilib, ularga o'rik olaydigan yoki bo'lmasa ularni inkor qilib, ularni o'ziniki
qilayotganiki ulardan nechasi ahamiyatli ekanligini ta'kidlash orqali boshqalarni inkor qilish. Bu hasadxo'r kishilarda bo'ladigan asosli alayliklarning birisi bo'lib, bu hasadxo'r bo'lgan vaqtidami kishilar orasidagi, ya'ni tashkilotlar orasidagi yoki bo'lmasa faoliyatchilar orasidagi ittifoqlikqa ig'ir ta'sir yetkazib, kishilarningki da'voga bo'lgan ishonchni tövelletişi mümkün. Bizdeki bu hasadxo'rlikniki har xil alomatlarni şu torlarda, ijtimoiy taratqularda bo'layotgan paranglardan, so'zlardan ko'rib bilish uncha qiyin emas. Hem de bu hasadxo'rlikdan keyin nima masala biroz o'nlashgan bizni degan vaqtimizda shuhratparastlik. Shuhratparastlik degan vaqtida hamda insonlarniki, bizniki, hammamizniki shuhratga, hurmatga, atoqqa ehtiyojimiz bor. Hamda inson yolg'iz qo'shiq to'yg'anga, uy makonga erishganga lakinsa qanoat qilmaydi. Uy makon masalasi yana insonlarniki şu fizikalik ihtiyoji bilan bir qism ruhiy ehtiyoji qongandan keyin insonlar texmi yuqori bo'lgan ruhiy ehtiyoj, ya'ni hurmat, şu shuhratga intiladi. Bu normalda insonlarniki yuqori darajalik şu ruhiy ehtiyojiniki bir qismi. Ammo bu xil ehtiyoj ya'ni sog'lom bo'lmagan vaqtida yoki bo'lmasa bu shuhratga o'zininki amaliy natijasi emas, balki qisqa yo'l, oson yo'l orqali erishmoqchi bo'lgan bo'libmi bak shu psixikasida sog'lom bo'lmagan ahvollar bo'lgan vaqtida, ya'ni shaxsiyatchi bo'lgan vaqtida yoki o'zini maftun bo'lish yoki o'zini markaz qilish, shu psixika binormalligi bo'lgan vaqtida insonlarniki bu shuhratga bo'lgan havasi sog'lomlikdan sog'lom bo'lmagan yo'nalishga taraqqiy qildigan bo'lib, natijada bu hasad, shu shuhratparastlik kelib chiqadigan gap. Bu yerdagi shuhratparastlik hargizmi insonlarning shuhratga bo'lgan sog'lom intilishi bo'lmasdan, balki shu shuhratga bo'lgan binormal intilishi sababidan kelib chiqqan. Bundaq kishilar amaliy natijalar orqali emas, balki har xil g'alita yoki bo'lmasa har xil qo'llanishga bo'ladigan vositalarniki hammasini qo'llanish orqali boshqalarning diqqatini o'ziga jalb qilib, o'zini ko'rsatishni maqsad qiladi. Shunlashqa bundaq kishilar o'zininki maqsadiga yetamagan vaqtida boshqalarni inkor qilish, boshqalarga o'rko'lab, boshqalarni yiqitish orqali o'zininki shuhratga bo'lgan havasini qondirishi, ya'ni shuhratparastlikni qondirishi mumkin. Shunlashqami bu shuhratparastlikniki da'voga va Uyg'ur jamiyatiga bo'lgan ziyinini nihoyatda yuqori deb qarashga bo'ladi. Undan keyin men yuqorida deb o'tgandagidek bu insonlarniki shu shaxsiyatchiligi va o'zini markaz qilish, ya'ni o'ziga maftun bo'lish, shaxsiyatchilik, o'zini markaz qilish, shu psixika binormalligi bo'lgan vaqtidami bundaq kishilar o'zininki manfaatini, ya'ni o'zini markaz qilishni da'voning ustiga, millatning ustiga qo'yib olganligi uchun bundaq psixika binormalligi bor kishilarning da'voga nihoyatda ko'p ziyni bo'ldi. Bo'libmi bak erishgan natijaninki tayini yo'q. Shu natija talishib o'zaro ziddiyat paydo qiladigan gap. Bu yerda men alohida ta'kidlab o'tishga tegishli bir nuqta shaxsiyatchi yoki o'zini markaz qilish psixika binormalligi degan vaqtida ikkalasininki yuzaki ifodalari shaxsiyatchilik bo'lsa-mu, lekin amaliyotda shu shaxsiyatchilik bilan
o'zini markaz qilish psixika benormalligi orasida nihoyatda cho'ng farqlar bor. Ham shaxsiyatchi degan vaqtida bundaq odamlar o'zidan boshqani o'ylamaydi, ya'ni hech qanday birisiga manfaat bermasligi mumkin yoki har qanday bermoqchi bo'lgan manfaatnikimi uningki o'zguchliq bir hisoboti bo'ladi, ya'ni bir narsani berib uningdan ko'proq narsaga erishmasa shaxsiyatchi insonlar hech kimga bir narsa bermasligi mumkin, lekin o'zini markaz qilish psixika bo'lgan kishilar bo'lsa ular o'zini markaz qilganlik uchun, ya'ni boshqalarning diqqatini qo'zg'ash uchun atrofiga o'zidan ojiz bo'lgan insonlarni to'plashi, belgilik doirada kishilarga yordam qilishi, yaxshi ishlarni qilishi mumkin, lekin undaq kishilar o'zi bilan barobar yoki o'zi bilan o'zidan ustun kishilar bilan oson bir yerga kelolmaydigan, ular bilan ishbirligi hosil qilolmaydigan bir kayfiyat shakllanadi. Ya'ni o'zini markaz qilish bu psixika benormallik giribtor bo'lgan insonlarda boshqalar o'zining gapini anglasa, ular boshqalarga yordam qilishi, xalqqa foydali ba'zi ishlarni qilishi mumkin. Ya'ni o'ziga itoat qiladigan, o'zini hurmatlaydigan, o'ziga ergashadigan bo'lsa, agar qarshi taraf o'zi bilan barobar yoki o'zidan yuqori saviyalik bo'lib qolsa, u vaqtida bunday kishilarniki boshqalar bilan hamkorlashish nimasi bo'lmaydi. Chunki ularning maqsadi o'zini ko'z tutish, o'zini markaz qilish bo'lganligi uchun boshqalarning o'zidan ishib ketishni xohlamaydi. Buning natijasida albatta yuqorida men deb o'tgandagidek shaxsiyatchilik nima? Hasadxo'rlikmi kelib chiqishi mumkin, shuhratparastlikmi kelib chiqishi mumkin. Shunga bu yerda yuqorida men deb o'tgan bu psixikalik benormalliklar belgilik doirada mustaqil ifodalansa, ko'pincha doirada o'zaro birlashib ketgan, ya'ni birining natijasidan birining sababidan yana bir oqibat kelib chiqishi mumkin, bir-birlariga nihoyatda chetishib ketgan. Faqat biz bu psixika ilmidagi ba'zi savodlarni yaxshi tushuntirish uchun bularni turlarga ayırıp sözleşke doğru keldi, lekin ameliyatda bir insan bo'lganlik uchun, u bir bütün gavda bo'lganlik uchun uningda ma'lum jihatda psixikalik benormallik yuz bergan vaqtida uningki boshqa doiralardami ta'sirga uchrab, bu yuqorida men deb o'tgan har xil mayli hasadxo'rlik bo'lsin, mayli shuhratparastlik bo'lsin, mayli gumonxo'rlik bo'lsin, bular asosan bir-birligiga chambarchas birikib, ya'ni birining sababini yana birisi kelib chiqadigan, anandan keyin shu Uyg'ur jamiyatiga da'voga ig'ir salbiy ta'sir paydo qiladigan oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Chunki bu yerda men yuqorida deb o'tgandagidek odam badani bir butun gavda, hargiz odam badanida yuz bergan bu psixikalik ro'yi masalalar hargiz yuqorida men deb o'tgandagidek aniq undaq turlarga ayrılmasdan balki bir-biriga zich bog'lanib ketgan, natijada insonlarniki yolg'iz tafakkurga emas, o'y fikri, so'z harakatlariga hammasiga ig'ir ta'sir ko'rsatish orqali bizningki jamiyatimizga, ya'ni Uyg'urlar orasidagi ittifoqlikqa va da'voga ig'ir darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi oxirida eng ig'ir deb qaralgani ro'y qulluq, ya'ni ro'y qulluq bo'lib, bu ro'y qulluq degan tema shu g'arbda bo'libmi bak, shu 200 yillik hozirgi zamon qulluqini boshdan kechirgan afrikalik qartaliklarningki bilim odamlari, olimlari bu jihatda eng ko'p tadqiqotlarni ilib borgan bo'lib, bu ro'y qulluqni ko'pincha mutaxassislar shu jismoniy qulluqdanmi
ig'ir bo'lgan, ya'ni jismoniy qulluqda biz kishilarninki bo'yniga isilgan, putiga bog'langan zanjirlarni ko'ra olsakmi, lekin bu ro'yi qulluqda undaq bir zanjirni ko'ramagan, ya'ni kishilarninki jismoniy badani garchi erkin bo'lsa-mu, uning ro'yi ma'lum kuchga, ma'lum narsaga bog'langan bo'lganligi uchun ular ro'yi qulluq tufaylidan erkin yoki sog'lom tafakkur qilolmaydigan, har qanday tafakkur qilsa bir ishlarga o'z fikrini, ko'z qarashlarini o'tirib qo'ygan vaqtimizda u ma'lum kuchninki ko'rinmas cheklamasiga uchrab, o'ziningki hatto nima da'vatqanligini bilmaydigan ahvollar kelib chiqadigan gap. Bu jihatda men yuqorida deb o'tgandagidek afrikalik qartallik olimlar, ya'ni afrikalik deganimda Afrikada yashaydiganlar emas, mayli Amerikada bo'lsin, mayli Yevropada yashashsin, shu davlatlardagi qartallik bilim odamlari bu haqda nihoyat ko'p izlanishlarni ilib olgan, qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa bu haqda materiallarni ko'rib baqsa bo'ldi. Hamda bizningki shu ro'yi qulluqimizningki hozir bizga qanchalik singib kirganligimizni balkim o'zimiz his qilolmasligimiz mumkin, lekin shu bizningki so'z harakatlarimizga diqqat qilsak, bu yerda bizning so'z harakatlarimizda nurg'unlagan shu ro'yi qulluqning ifodalariniki mavjudligini ko'ra olamiz. Hamda bu yerda ro'yi qulluq to'g'risida shu afrikalik ba'zi mutaxassislarningki degan gaplarni men qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bir mutaxassis, afrikalik bir mashhur zot mundaq degan ekan, agar ro'yi qulluqqa giribtor bo'lgan kishilarningki usuzligini qondirish uchun ularga suv bersangiz, ular u suvni o'zininki usuzligini qondirish uchun emas, balki o'zini g'arq qilib o'ltirishiga ishlatishi mumkin. Agar ularga o'zini qutqizish uchun bir arg'amchi bersangiz, ular u arg'amchini o'zini qutuldirish uchun emas, balki o'zini isib o'ltirib olish uchun ishlatishi mumkin. Mana bular shu mutaxassislarniki ro'yi qulluqqa bergan ta'riflari bo'lib, bu ro'yi qulluqqa giribtor bo'lgan odamga birisi yiroqdan turib uningga qo'mondonlik qilib, undaq qil, bundaq qil demisimi, uningki ro'yiniki qul bo'lishi sababidan balkim o'zi qilayotgan ishniki to'g'ri xatoligini farq etmagan holda boshqalarning manfaatiga mos keladigan ishlarni qilishi mumkin. Hamda ro'yi qulluqninki konkret ifodalari qandoq degan vaqtida bu ro'yi qulluqninki eng markazlik, eng birinchi ifodasi o'z qavmidan chiqqan qahramon, olim yoki mashhur zotlarni inkor qildi yoki ularni tushirdi, ularning obrazini xunuklashtirdi. Mana bu ro'yi qulluqning eng muhim bir ifodasi bo'lib, bizda buningki ifodalarini men demasammi ko'pchilik oz to'la ko'rayotdi deb o'ylayman. Chunki bu ro'yi qulluq giribtor bo'lgan odamga o'zining millatining ichidagi odamlar bo'lib hayot odamlar unchalik yarab ketmaydigan gap. Desa boshqalarga cho'qinadigan, lekin o'zininki millatidan chiqqan olimni olim ko'rmaydigan, botirni botir ko'rmaydigan, qahramonni qahramon ko'rmaydigan, liderni lider ko'rmaydigan, ashtaqa o'zininkini inkor qilib boshqalarnikiga cho'qinadigan ahvollar asosliq bu shu ro'yi qulluqninki ifodasi deb qarashga bo'ldi. Ikkinchisi shu yanala ajnabilarga qarg'ularcha cho'qinish, do'nliq ularni maqtash, madiylash yoki o'zining odamlarini inkor qilish. Bumi ro'yi qulluqninki konkret ifodalarining birisi. Uchinchisi o'zini va o'z qavmini kamsitish, ya'ni ko'z qilmaslik, o'zi va o'z qavmiga ishonchi kam bo'lish. Boshqalarniki o'xshash ahvolga
yuqori baho berish, biroq o'znikini inkor qilish. To'rtinchisi bo'lsa, har doim boshqalarninki o'zini ko'zga ilmasligidan andish qilish. Ya'ni bundaq kishilar o'ziga ishonchi to'm bo'lganlik uchun sezgur keladigan bo'lib, boshqalarninki shu so'z harakatlardan yoki odatdagi qilmishlardan alohida bir ma'no chiqarib, xuddi o'zini ko'zga ilmayotgandek hududlanganlik uchun ular amal va o'zini bir tarafdan o'zini shu o'ziniki kamchiliklarni yoshirishga tirishsa, yana bir tarafdan ichidan yani o'zini o'ziga ishonmaydigan yoki o'zini o'zi ko'zga ilmaydigan ahvollar kelib chiqishi mumkin. Bular shu ro'y qulluqniki konkret ifodalari bo'lib, bular asosliqi shu ro'y qulluqni izchil tadqiq qilgan olimlarniki chiqargan yakunlari. Albatta buningki bizningki turmushimizda, bizningki hayotimizda qandaq ifodalar bor degan vaqtimizda buni biz men bu yerda bir-birlab misol qilib o'ltirmayman, lekin ijtimoiy tarqalarda tarqalayotgan shu har xil yozma, har xil ko'z qarashlarga qaraydigan bo'lsak, bizdimi bu ro'y qulluqniki ta'sirini xeli ig'ir ekanligini ko'rib olamiz. Hamda bu temalarni, har bir temani biz so'zlab kelsak, nayta uzrab ketishi mumkin. Men bugun shu bizningki jamiyatimizga va da'voimizga salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimoli bo'lgan 6 xil shu psixikalik sog'lomlik yoki ro'y sog'lomlikqa munosabatli ba'zi binormal ahvollarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib chiqdim. Hamda bu yerda agarda yana konkret savollar bo'lib qolsa, hemen şu savollarga asosan javob bersam bo'ldi. Köptün köp rahmet hürmetlik Mehmet Emin Efendi. Nait muhim bir temini oturup koydunuz. Hamda lekin bu şu insanınki ro'yi dünyasına ait murakkab buldu. Bunu bütünley saqtigilim bo'lmaydi, bütünley keseldigilim bo'lmaydi deydi ki. Hem ba'zida yaxshi, ba'zida nacharmi bo'lib qoldi ki. Hem bu adam boshqalarga ko'rsatadiganni tanlab turib o'zi yasab ko'rsatadi, masalan o'zining kimligini. Masalan uning ichi siz degandek har xil hasadxo'r, shaxsiyatchi, shuhratparast bo'lishi mumkin, lekin u amal va u taraflarni yopadi inson. Bunda bo'lgan chaqda biz zodi ro'yi holati saq odam bilan ro'yi holatida shunday har xil to'salg'u ham kasallar bor odamni qanday qilsak oson bir shaklda farqlantira olamiz. Bu to'g'riliq bir o'zingizniki tajribalarini so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. To'g'ridaysiz, bu nayta bir yaxshi bir savol. Endi bu yerda haqiqatan hamda siz degandagidek insonlar o'zini pardozlashi, o'zini yaxshi tarafini ko'rsatishi mumkin. Lekin inson bo'lgandan keyin bizda yolg'iz men, sen yoki u emas, hamma insonlarniki belgilik o'rtoqligi bo'ladi. Uningki ortiqchiligi bo'ldi, kamchiligi bo'ldi. Masalan, bir odam butunlay kamchiligini inkor qilib, yoshirib, butunlay o'zining ortiqchiligini o'tirib qo'ygan bo'lsa, bumi bir binormallik. Bumi u odamning psixikasida masala borligini bildiradigan bir taraf. Hamda buni deyishimdan sabab haqiqatan hech kim mening psixikamda masala bor, meni farq etib olinglar demaydi. Lekin biz shu men yuqorida o'tgandagidek shu psixikalik, har xil psixikalik masalalarniki konkret alomatlarni, konkret tabirlarni tushungangi vaqtimizda, uning belgilik savodga ega bo'lgan vaqtimizda bularni farq etish uncha tez emas. Shunlashqa bizniki
muşundaq leksiyalarni so'zlab xalqniki bu jihatdagi savodini yuqori ko'tarish, bu jihatdagi tushunchisini yuqori ko'tarishninki bir maqsadimi kishilarimizniki bu masalalarni to'nib yetish, farqlantirish yoki bo'lmasa shundoq kishilarniki aldam xaltasiga tushib ketmasligi uchun ama bu yerda cho'qim ma kishilar binormal, ma kishilar normal deb undaq deb bermayman, ham undaq deb bersammi yaxshi bo'lmaydi. Bu yerdagi eng muhim masala biz o'zimizningki universal sapasini, ya'ni bu masalaga bo'lgan tonishini, tushunchisini yuqori ko'tarish uchun yuqori ko'tarish orqali biz siz degan masalalarga javob topalaymiz deb qarayman. Chunki men yuqori deb o'tgandagidek bir adam mutlaq to'g'ri bo'lmaydi yoki yana bir adam mutlaq xato bo'lmaydi. Agar birisi faqat o'zini mutlaq to'g'ri deb boshqalarni inkor qilgan bo'lsa, bu cho'qim binormallik bo'ladi. Cho'qim buningda masala bor deb qarashga bo'ladi. Chunki hech qanday dunyoda hech qanday adam nuqsonsiz adam bo'lmaydi. Anandan keyin eng muhimi bu yerda o'zaro munozirlar bo'lgan vaqtidami o'xshamagan odamlarningki o'xshash masalalarga tutgan qarashlari farqli bo'lishi mumkin. Bizningki qarashimiz bilan boshqalarning qarashiniki farqli bo'lishi sababidan biz uni inkor qilsak yoki o'zimizni to'g'ri deb ching turib olsak, bumi o'zimizning nimizda masala borligini bildirdi. Masalan, biz bir olmani yedik, olmani yeb ajab tatliq olma ekan degan bo'lsam, misolanga u demakchi bo'lg'ini men burun uningdan tatliq olmani yeb boqmagan. Shunlashqa u olmaning menga alayda tatliq bo'lishi menga nisbatan to'g'ri. Ikkinchi bir odam o'xshash bir olmani yeb bu olma unchalik tatliq emas ekan degan bo'lsa, u odamga ko'ra balkim u odam burun uningdanmi tatliq olmani yeb boqqan. Shunlashqa u olmani u odamning tatliq emas ekan deyishi u odamga nisbatan to'g'ri. Meningki bu olma tatliq ekan deyishi menga nisbatan to'g'ri. Shuning bu yerda cho'qim mening to'g'ri bu shunda tatliq olma tursa deb boshqalarning u olmani uncha tatliq emas ekan deyishini men inkor qilolmayman. Chunki u odamniki u olmani tatliq emas deyishi faqatla o'ziniki boshdan kechirgan tajribasiga asosan, ko'chirmishiga asosan da'vatgan gap. Shuni u odamga nisbatan to'g'ri bo'lishi mumkin. Menmi bu olmani alayda tatliq ekan deyishim bu mening shaxsiy ko'chirmishimga, tajribamga asosan da'vatgan gap bo'lganligi uchun bu menga nisbatan to'g'ri bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu yerda insonlarni qarshi tarafning nima deyotganligiga quloq solmay yoki anglamay turib lakinsi inkor qilish, anandan keyin faqat mening to'g'ri, boshqalarning hammasining xato deb qarashning o'zimi bu odamningki tafakkurniki sog'lom emasligini bildirdi. Shunlashqa bu yerda biz mushundaq leksiyalarni ko'p so'zlash orqali xalqimizningki bu jihatdagi tushunchisini, savodlarini yuqori ko'tarsak, meningcha insonlarimiz bu masalaga javobni o'zi topalaydi deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi misollar bilan tushuntirib berdingiz. Hamda shu psixikadagi normalsizlik, ya'ni ba'zi odamlar uni o'zi bila olish natoyin, balkim yendikilar bilishi mumkin. Ya'ni ba'zi odamlar o'zining sal normalsiz tarafga ketayotganini o'zimi his qila olishi mumkin. Lekin uningga qanchalik diqqat qilishi balkim o'ziga bog'liq. Agar shundoq siz boshqalarniki sal normalsizligini bilsangiz, agar u sizniki yaqininiz bo'lsa masalan, yoki siz o'zingizda bir masalaninki borlig'ini his qilib qolsangiz, buni qaysi shaklda buni to'g'rilashga biz yetaklay olamiz yoki o'zini shu odam to'g'rilab buningdan sog'lom tarafga qarab mang'alaydi? Bu to'g'riliqmi o'zingizniki tajribalaringizni, izlanganlaringizni so'zlab bersangiz rahmat. İnsonga nisbatan qabul qilish eng qiyin bo'lgan narsa
boshqalarninki udulmu udul uni xatoga chiqarishi, inkor qilishi. Buni har qanday odam oson qabul qilolmaydi. Endi biz masalanga shu psixikimizdan masala chiqib, psixika doktorga ko'ringan vaqtida psixika doktorninki bizningki qilgan ishlarimizga qaytirgan inkosning hech qaysisi bizni xatoga chiqarish bo'lmaydi. Boshdan oxiri bizni inkor qilmaydi, bizni ma qilganing xato ekan, ma qilganing to'g'ri ekan deb bizga undaq bir yakun chiqarib bermaydi. Buning asosli sababi kishilarningki, ya'ni ishonchisiga ega bo'lish. Kishilarning ishonchisiga ega bo'lgandan keyin psixika doktori nurg'un ishlarni aylantirib turib, ya'ni bevosita "Mavo ishing xato ekan, mavo ishing to'g'ri ekan" demasdan, balki uni aylantirib turib, shu shaxsning o'ziga o'zining nada ketkizib qo'yganligini, nada xatolashganligini his qildira oladi. Ya'ni bu his qildirish shu psixika doktorniki saviyasiga bog'liq. Agar his qildiramasa, bu psixika doktorniki davolash unum bermaydi degan gap cho'qim his qildira oladi, shuning bilan unum ko'ra oladi. Endi biz bu yerda inson bo'lgandan keyin biz hammamiz xatolashimiz, bir insonning hayoti amaliyotda bir o'rganish jarayoni. Oddiy bir misol qilsam, masalan, biz 5 yil burun qilgan ishlarni ba'zilarini o'ylab boqqanimizda o'zimiz xijil bo'lamiz misolanga. Demakchi bo'lganda bu 5 yil avval biz nayta to'g'ri qildim deb qilgan ishni 5 yil keyin balkim bizga xato, nayta bir kichik bolada qiliqdek bilinishi mumkin. Bu bizningki o'sib yetilganligimiz, 5 yil ichida bizningki saviyamizningki yuqori ko'tarilganligining ifodasi. Demak, bu yerda insonning hayoti bir o'rganish jarayoni, uzluksiz o'zini taraqqiy qildirish, mukammallashtirish jarayoni. Afsus, hamma odam o'xshash bo'lmaganligi uchun buning surati, ya'ni o'zininki savallikki, o'zining xatoligini bayqash ilgir oxiri bo'lishi mumkin. Ba'zilar balduroq bayqalishi mumkin, ba'zilar kechikib bayqalishi mumkin, ba'zilar hatto bayqamasligi mumkin. Bu yerda hamda siz deb o'tgandagidek psixikada, insonlarning psixikasida masala chiqqan vaqtida, yengil vaqtida o'zi his qila olishi mumkin. Yengil vaqtida ig'irlashib, ma'lum chekdan oshgan vaqtida ular o'zlari his qilolmaydi, o'zlari bayqayolmaydi. Hatto yenidikilar ularda sening ishing xato, ishing to'g'ri, ishing bo'lmadi degan vaqtida ularga naytda qattiq inkos qaytirishi mumkin. Ya'ni e'tirof qilish o'tirib tursin, naytda qattiq inkos qaytirishi mumkin. Endi shunday o'g'anlik uchun biz bu psixikasi masala chiqqan odamlarga qandaq muomalada qilsak to'g'ri bo'ldi degan vaqtida, agar sharoitimiz yor bersa, yuqorida men deb o'tgandagidek, shu psixika doktorlar qo'llangan usullarni, ya'ni qarshi tarafni bevosita inkor qilish emas, boshqa bir to'g'ri ish-harakat misollar orqali qarshi tarafninki o'zining xatoligini tushunishga bir fursat yaratib berish. Albatta, hamma odamda shuning unum bo'lib bir yaxshi natija berishi notayin, lekin bizga nisbatan undan boshqa texmi unumlik usul yo'q. Chunki bizningki hamma ishlarga qilishimizga butun nimani ko'rilgan masalani kontrol qilishga kuchimiz yetmasligi mumkin. Ammo biz agar u qilmoqchi bo'lgan ishimizdan ozroq bo'lsa-mu unum ko'ramiz desak, bu vaqtida eng muhimi qarshi tarafni bevosita inkor qilish, hatto haqoratlashdan qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki bir odamningki aktivchanligini haqoratlab yoki inkor qilib uni qo'zg'ash qiyin. İnkar qilishninki, haqoratlashninki oxirgi natijasida ba'zi kishilarda ümidsizlik yoki tushkunlik yoki jamoatdan o'zini qochiradigan, ayrim yashaydigan bir oqibatni keltirsa, ba'zi jamoatda bir o'chilish
oqibatini keltirib chiqarishi mumkin. Shunlashqa agar bizningki maqsadimizda qarshi tarafga yordam berish, ya'ni yaxshi bir maqsadimiz bo'ladigan bo'lsa, uningdan ozroq bo'lsin unum ko'rayli desak, hargiz inkor qilish, haqoratlash usulini qo'llanmasligimiz balki u odamga o'zininki xatoligini farq etadigan ba'zi fursatlarni yaratish, ya'ni bevosita inkor qilish emas, balki to'g'risini tushuntirish orqali o'zining xatoligini tanishga fursat yaratib berish meningcha biroz unum beradigan usul deb qarayman. Chunki biz inson bo'lganligimiz uchun boshqalarniki bo'libmi bak ma'lum yoshdan oshgan vaqtimizda bevosita inkor qilishi, bevosita haqoratlashini hech kim qabul qilmasligi mumkin. Uningki oqibati biz o'ylaganiki ta'tirsi bo'ldi. Afsus, biz hozir shu ijtimoiy taraqqilarni qaraydigan bo'lsak, biz dal mush xil usullarni qo'llanayotimiz. Ya'ni namoyishga chiqmaganlarni namoyishga chiqizish uchun ularni haqoratlayotimiz. Masalan, ba'zi ilanlarda namoyish chiqmaganlarni Uyg'ur degilolmaydi. Bu qitib namoyish chiqmaganlar Uyg'urlik vijdoni yo'q degandek ashtaqaliq salbiy so'zlarni qilib boshqalarni qo'zg'amoqchi bo'lamiz. Amaliyotda buningki unuminingki nachar bo'ladiganligi isbotlangan bir ilmiy jihatdan isbotlangan bir amaliyot. Shunlashqa biz shu kishilarimizningki shu hozirgidek vatandagi urug' tuqqanlari bilan aloqalasholmaydigan ro'y jihatda ig'ir zarbiga uchrab tushkunlikka yuzlanayotgan bundaq bir mezgilda biz amal ba sevgi, muhabbatni jiqroq tashabbus qilib inkor qilish, haqoratlashni amal ba qo'llanmasak biz xalqimizga balkim haqiqiy foydali ish qilgan bo'lamiz deb qarayman. Nəhayət təfsili tushuntirib berdiniz. Ko'p rahmat. Endi shu ro'yi qulluqdagi ağan misolimiz nəhayət ta'sir qildi menga. Endi bir ro'yi qulluqqa uchirgan odamga ağamchini bersa, u tomdan atlab ketish emas, yoki uni o'zini qutqizish uchun emas, o'zini o'ldirilish uchun yoki shu o'ziga ya'ni o'zini qutqizish deydigan bir narsa bu kishininki kallasiga kelmaydigan gapki. Bizningki nurg'un diasporadagi kishilarda mana shunday bo'lishi mumkin ham bor. Bu yerda qutulish degan narsa mavjud emas, shu o'zininki shaxsiy turmushini qanday qamdash yoki uningdan qanday o'zining ojizidan qanday chiqishlar bo'ladigan o'xshaydi. Bu chaqda biz keng jamoatchilikni shu ro'yi qulluqdan qutuldirish uchun qanday bir harakatlarni qilishimiz kerak. Chunki da'vo sepida nihoyatda oz bir qism kishilar da'vo qilyotidi. Ko'p qism odamlar har xil jihatda yoki sukutni saqlaydi yoki bo'lmasa yo'shirin bo'lsinmi yordam qilayotganlarni borgan sari jiqiyotidi. Lekin qarab baqsak yanada jim turadiganlar yoki hech qanday inkas qaytarmay sukutni saqlaydiganlar ko'proq qildi. Mush to'g'riliq o'zingizning tushunchisini deb bersangiz rahmat. Endi men yuqorida deb o'tgandek bu ro'y qulluqni eng ko'p tadqiq qilganlar shu Amerika, Yevropadagi qartallik ziyolilar. Nima uchun degan vaqtida biz 1000 yil, 2000 yilnikini emas, shu hozirgi zamon qulluqni boshdan ko'chirayotganlar, ya'ni 200 yil qulluqni boshdan ko'chirganlar shu Amerika, Yevropadagi Amerika, Kanada va Yevropadagi qartalliklar asos qilingan bo'lib, qartalliklarni masalan Amerikada Lincolnning vaqtida ozod qildi deb qarag'animizdimi, uningga vizallik yildak bo'ldi. Ana eng oxirisida shu Amerikada Martin Luther King'ninki shu qartalliklarninki huquqini qo'g'daydigan harakati yuz bergandan keyingi vaqtni hisoblасakmi, hozir
bir 50-60 yıl bo'ldi deb qarashqa bo'ldi. Shu aslidagi shu Amerikadagi shu qartalliklarga ilib borgan shu qulluq, meni yuyish tuzumlarniki natijasida qartalliklar ichida ro'yi qulluqniki nayti ig'irlashganligi, garchi bu Amerikada qartalliklarniki saylam huquqiga erishganligiga shu 50-60 yil bo'lgan bo'lsa-mu, uningki keyingi avlodlari aslidagi qulluq tuzumni boshdan ko'chirganki hatta 3-chi, 4-chi, hatta 5-chi avlodlardimi ulardimi shu bir xil ro'yi qulluqniki mavjud ekanligini o'tirib qo'yib nurg'un maqolalarni yozgan. Demak, bu yerda ro'yi qulluqniki shakllanishimi bir osta bir jarayon, lekin u shakllangandan keyin uningdan qutulishmi texmi bir osta bir jarayon. Buni bir ikki qiz so'z bilan sening maqig'ining xato, maqig'ining ro'yi qulluqi to'g'ri keldi, bunda qilsang bo'lmaydi emas, balki millatningki universal sapasini, bu yerda universal sapasi degan vaqtida madaniyat sapasi, anandan iqtisodiy kuchi, anandan iste'mol, ya'ni iqtisodiy kuch bilan bevosita bo'lib iste'mol kuchi yuqori ko'tarilgan vaqtida bu millatningki o'ziga va o'z millatiga bo'lgan ishonchi yuqori ko'tarilgan vaqtida anandan keyin dunyodagi boshqa taraqqiy qilgan millatlar bilan tang qo'pab tang o'ltiradigan vaqtida anandan keyin ro'yi qulluqdan tamoman ozod bo'lishi mumkin. Bundaq deyishimning maqsad bu bir uzun bir jarayon. Bizningki bu yerda bir ikki qiz gapimiz bilan buni hal qila olishimiz qiyin. Lekin bizningki bu yerda shu haqda tashviqotni kuchaytirish orqali nima ishlarni qila olamiz degan vaqtimizda biz oldi bilan shu ro'yi qulluqningki kelib chiqish va uning ifodalarini tonish, uningga bo'lgan tushunchamizni yuqori ko'tarish orqali shu ro'yi qulluq texi shakllanmagan nisbatan uning oldini olish yoki belgilik ro'yi qulluqning ta'siriga uchraganlarga nisbatan uni tonib bitish orqali uning ig'irlab ketishidan oldini olish va shu orqali bizningki shu ro'yi qulluqdan kelib chiqadigan ziyonni to'valtish. Balkim bularni biz qila olishimiz mumkin. Endi shu afrikalik qartalliklarniki shu hozirgi shu ro'yi qulluqniki giribdor bo'lishniki tüp yiltizini balkim 200 yillarning oldiga qarashqa to'g'ri keldi. Uyg'urlarningki masalan Iroqni olgan vaqtimizda Apa Xo'jadan boshlab keyingi shu 49-yildan keyingi zamonlarda Bulutbek Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga sistemalik meni yuyish siyosati ilib borgandan keyin bu xil ahvolniki uzluksiz ig'irlashib manganligini his qilish mumkin. Albatta bu jihatda Uyg'urlarningki bu jihatda shu qartalliklarga o'xshash ilib borgan tadqiqotlari yo'q. Ben ishonamanki kelgusida bu jihatda izlanadigan bizniki mutaxassislarimiz chiqishi mumkin. Lekin bizning hozir qila oladigan ishimiz biz yuqori degandagidek bu haqda tushunchani oydinlashtirish, ya'ni bu masalaninki naqadar jiddiy bir masala ekanligini tonib yetish, shu orqali buningki xalqimiz ichidagi oqibatining ig'irlab ketishini oz to'la bo'lsa-mu oldini olish. Biz balkim bularni qila olishimiz mumkin. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi shu ro'yi sog'lomlik albatta bir shaxs, oila bo'lsin yoki bir jamiyat to'plam uchun bo'lsin muhim. Hatta hozir biz
diqqat qiladigan bo'lsak, bizniki mustaqilligimizgami, davoyimizgami shu ruhiy sog'lomlik masalasi ig'ir bir krizis ilib kelyotidi. Hamda buniki qanday oldini olamiz, ham buni yaxshilashning qanday yo'llari bor, uningga tayyorlik qilib keldingiz. Qachon u to'g'riliqmi so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. To'g'ri, hamda men dastlabda degandagidek bizningki shu psixikalik sog'lomga bo'lgan tushunchamiz biroz nima cho'nqur emas. Shunlash shu sababdan bizningki bu masalaninki mayli o'zimizning shaxsiy turmushimizga shu Uyg'ur jamiyatiga yoki Uyg'ur davosiga qanchalik salbiy ta'sir keltiradiganligini biz to'nib yetmaymiz. Şuna birden biz bunu to'nib yetishimiz kerak. Aldı bilan shu masalaki anandaki onun oqibatining nega bordiganligi to'nib yetgan vaqtimizda biz uningga tadbir elish bo'ladi. Agar biz to'nib yetmasak, ya'ni uning mavjudligini e'tirof qilmasak yoki inkor qilsak vaqtida mavjud bo'lmaganiga biz albatta olmaymiz. Ne qilishimiz kerak degan vaqtida bu biz masalani oldi bilan to'nib yetishimiz, ya'ni bizning qo'limizdan kelishicha bu haqda har xil tashviqotlarni ilib berish orqali xalqninki bu jihatga tonishini yuqori ko'tarish, andan keyin bu jihatga saviyasini yuqori ko'tarish, ya'ni ma'lum shaxs yoki ma'lum tashkilot bu xalqning hammasiniki bu jihatdagi qiyinchiligini hal qilish emas, balki ularimizni bu jihatda savodga ega qilish orqali har kim o'ziga mas'ul bo'lish, ya'ni o'zininki mayli shaxsiy sog'lomlik nuqtasidan bo'lsin yoki Uyg'ur jamiyatiga qo'shgan to'pis nuqtasidan bo'lsin yoki da'voga qo'shgan to'pis nuqtasidan bo'lsin, har bir odam o'ziga mas'ul bo'lish, o'zidan boshlash, bu nimani o'z mas'uliyatini ado qilish. Bu bizningki hozirgi kuchli bir davlat orqamizda bo'lmagan bir ahvol ostida o'zimizni qutqizishdan birdan bir amalimiz har bir odam o'ziga tushgan mas'uliyatni ado qilish, o'zidan ya'ni boshqalarni nimani umidni yoki bir ish qilishni, harakat qilishni boshqalardan kutib o'ltirmasdan balkim o'zini shu Uyg'ur jamiyatininki muhim bir a'zosi deb qarab hamma ishni o'zidan boshlash, o'ziga mas'ul bo'lish, o'ziga mas'ul bo'lish orqali Uyg'ur jamiyatiga, Uyg'ur davosiga ega chiqish. Bu masalamizni hal qilish yoki hal qilinmagan taqdirdami uningki ig'irlab ketishning oldini ilishdiki birdan bir chora deb qarayman. Buningga ko'p sondagi odamlar jim o'ltirib olib, andan keyin uni bu harakat faoliyatini yoki bir ish qilishni ma'lum shaxsdan, ma'lum tashkilotdan ko'rgan vaqtimizda biz hech yerga bora olmaymiz. Shunlashqa meningki bu jihatga tavsiyarim oldi bilan umumiy xalqninki bu jihatga tushunch savodini yuqori ko'tarish, andan keyin har bir inson boshqalar nima qildi yoki boshqalar qilsa bo'ladi deb boshqalarni ayblashning o'rniga o'zi men nima qildim, men nima qila olmayman deb o'ziniki mas'uliyatini ado qilish, shu orqali bu Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur davosiniki sog'lom taraqqiy qilishiga o'zining bir kishilik hissini qo'shish. Bo'lmasa bizda hozir ikki gapning bir so'zlar ekansa, boshqalardan og'irnimiz, tashkilotlarimiz nima ish qilyotidi, palon nima ish qilyotidi, piston nima ish qilyotidi deb undaq savollarni jiq so'raymiz. Lekin men shu Uyg'ur jamiyatininki bir a'zosi bo'lish sifatim bilan men nima qildim, men o'zimning mas'uliyatimni ado qildimmi deb undaq so'ramaymiz. Bu yerda mayli Uyg'ur jamiyati bo'lsin yoki bir guruhi bo'lsin, u bir subjektiv narsa bo'lmasdan, balki sen, men, u deganga o'xshash har birimizdan tashkil topgan bir guruh yoki bir jamiyat.
u mensiz, sensiz, usiz bir cemiyet şekillenmeydi. Şunlaşqa biz başqalardan kelsa ağırınmasdan belkim özümüzningki qo'ldan keladigan eng yuqori darajada tirishchanligimizni ko'rsatish, o'zimizning mas'uliyatimizni ado qilish, ya'ni bir-birimizga ko'yinish asosida bu masala ustidan g'olib kelishga tirishishimiz kerak. Bo'lmasa bizda boshqa taraqqiy qilgan davlatlardagidek undaq iqtisodiy kuchimiz yoki bir kuchlik bizni qo'llaydigan bir hokimiyatimiz yo'q. Hammasi ko'rayotganimizdek mayli qaysi tashkilot bo'lsin, hammasi bir xil fidokorlik bilan, fidoyilik bilan o'tirg'a chiqib qilayotgan bir ishlar bo'lganligi uchun buningda har bir Uyg'urniki o'zguchlik mas'uliyati bor deb qarayman. Faqat biz mushu jihatdagi tushunchamizni yuqori ko'tarib, o'z mas'uliyatimizni ado qilgan vaqtida bu masalani to'liq hal qilolmagan taqdirdami buning ig'irlab ketishiningki oldini ola olishimiz va bizningki Uyg'ur jamiyatida va da'voda belgilik ilgirlashlarni paydo qila olishimiz mumkin. Nəhayət təfsili, yəni nəhayət əhəmiyyətlik bir söhbət oldu deb qarayman bugun. Qiymatli vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun ko'p rahmat. Bugungi dam olish kuningiz shu suhbat bilan menimcha buzilib ketdi kunninki o'ttirdi. Xizmatingizning texnik utuqliq bo'lishini, salomat bo'lishingizni umid qilamiz. Sizga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Anandan keyin televizor oldida o'tirgan barliq qarindoshlarga rahmat. Allah hammamizniki dinimizni salomat qilsin, aqlimizni va tafakkurimizni sog'lom qilsin. Ko'p rahmat. Shuning bilan programmamiz müşahada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizga qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa, qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizga kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlikni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Xo'sh vaqt bo'linglar. Allohga omonat.